Bugungi ishlarimizdan faqat shu mikroskopni tagida kunimiz o'tyapti. Bu uje ikkinchi mashina. Mashinada probeg yo'qolgan polностью. Bunda muammo nimada? Muammo ana shu terminalda probeg chiqmayotgandi, umuman javob bermayotgandi. Hamma gap ana shu mikrosxemada. Kimdir buni endi bilmayman, nima qilmoqchi bo'lgan? Probegiga balkim tegmoqchi bo'lgandir, balkim probegini orqaga qilmoqchi bo'lgandir, xudo biladi bu narsani. Balkim o'zidan o'zi kuygandir. Xullas, bu narsa kuygan, hozir boshqa eprom qo'ydik. Boshqa eprom qo'yib, buni hozir dannilarini ko'chirmoqchi edik. Dannilari yo'q. Endi polностью reset qilib, win nomerlarini yozib, yana SPS dan programma qilib, onlayn programma qilib beramiz. Bizlarda offline rejim ham BSM ni polностью offline rejimda ham programma qilish sharoitlari bor. Offline deganda SPS umuman kerak emas. Polностью hammasi offline bo'ladi. Haqiqatan offline, hech nima onlaynda umuman ishlamaymiz. Kalit yozishda ham даже ishlamaymiz.